Aha, aha. Ya bo'laveradi. To'yxonaga o'tiringlar aka, o'sha yerda o'tiraveramiz aka. Ertaga nahor oshiga. Bo'ldi akajon, xo'p. Yo'q aka, shu yerdami, massajning terapiyaga kelgandim. Aha, jani massaj olish kerak edi. Xo'p bo'ladi aka, xo'p aka. Assalomu alaykum, tuzingmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Shepda bo'yni og'rib qolyapti-da, nima qilish kerak? Ha? Chiroyli bo'yin uchun mashqlar. Birinchi mashq uchun qulay o'tirib olamiz. Aha, yaxshi o'tiribsizmi shep? Qulay o'tiribdi o'zi ustoz. Va men boshni xuddi likopchada aylantirganday har tomonga 10 marta olib boraman. Aha, хорошо, 10 marta. Keyinchi ustoz. Bu yerda juda qattiq mushakni his etasiz va men uni tutib olishim kerak. Tutib oldim. Aha, men ham tutdim ustoz. Ushladik. Nafas olib, tepaga, pastga. Aha, tevaga pastga. Mashq juda kulgili. Men jag'ni oldinga chiqaraman. 20 marta. Aha, voy. Ustoz, 20 marta kamlik qilmaydimi, aylanib ketay? Men boshimni bir yondan ikkinchi yon tomonga olib boraman. Aha, хорошо. Olib borib kelsak bo'ldimi ustoz? Agar siz uchun bu ancha qulay bo'lsa, ikkitalab har yonga qilishingiz mumkin. Aha, ancha yaxshilanyapti ustoz. Nima deysiz? Sabr qilib turing, bu tarafga o'taman. Aha.